Rangsiz gullarning yangi 76-qismi 2025 yil 18 noyabr kuni soat 21:45 da Sevimli Today efirga uzatilishi voqealarning keskin burilishiga ishora qilgandek. Sana ham, vaqt ham hikoya ichidagi hayajonni yanada kuchaytirib, tomoshabinni oldindan ruhiy tayyorgarlikka chorlaydi. Bu safargi qismda 60ning bitmagan yaralari va ularning bugungi kun bilan to'qnashuvi yanada chuqurroq ochiladi. Rangsiz gullar seriali har safar o'zining hissiy kuchi bilan ajralib turadi. Menga eng yoqadigan jihati syujetning shoshilmasdan, lekin juda ta'sirli tarzda rivojlanishi. Qahramonlarning ichki kechinmalari yumshoq, ammo aniq ifodalanadi. Ularning sukunati, o'zlarini tiyiqlab turishi, ko'zlaridagi ogirlik, bularning barchasi hikoyani yanada jonli qiladi. Serial aynan shunday mayda, ammo mazmunli detallar orqali tomoshabinni o'ziga rom etadi. Ushbu qismda voqealar ipi tobora murakkablashib, irodani sinovdan o'tkazuvchi vaziyatlar yuzaga chiqadi. Har bir tanlov, har bir qaror o'z oqibatini keltirib chiqaradi. Shu bois qahramonlar nafaqat hayotda, balki o'z ruhlarida ham yo'l izlashadi. O'zaro to'qnashuvlar, jimlik ortidagi o'g'riqlar va asta-sekin ochilayotgan haqiqatlar serialning ta'sir kuchini yana oshiradi. Rangsiz gullarning menga manzur tomoni samimiylik va ehtiyotkorlik bilan qurilgan dramatik ohang. Qahramonlarning har biri o'z dardi, o'z orzusi bilan tirikdek seziladi. Rangini yo'qotgan gullar haqidagi bu hikoya aslida insonning o'z ichki nurini qayta topishiga doir juda nafis ramziy yo'ldir.